Istanbul 1997-yil. Shoshma bolam, shoshma. Qayoqqa ketyapti? Hammadan avval akasini qidirib topmoqchi-da. O'n 12 yil avval Umer xizmatdan qaytdi. Yangi hayot boshlash arafasida edi. O'g'lim. Yaxshimisiz, dada? Oyi, siz ko'ryapsiz? Dada, siz bo'lsa menga ishonmaysiz. Oyim ko'ryaptilar. Nima deb o'ylaganding? Oying sendan ham yaxshiroq ko'radi. O'g'limni ko'rish uchun menga ko'z kerak ekanmi? Xohlasangiz dunyoni narigi chetiga borib keling. Baribir 1000 kishini ichidan singizdan tanib olaman. O'zimni oyijonim. Tuzukmisiz, dada? Xudoga shukr. O'g'lim mard yigit bo'lib xizmatdan qaytdi. Men yaxshi bo'lmay kim yaxshi bo'lsin? Nima deysan? Dadam bilan gaplashyapman. Ular ham keldi. Kim? Nima bo'ldi? Shoshma, hamma shu yerda, keyin gapirishadi. Seni juda sog'indim, Eshan. Aqldan oz edim. Allo! Acham-achamni bas qilinglar, shuncha ishni tashlab keldik. Ali aka, biz ham ozroq gaplashaylik. Akang yo'q endi. Sen ham erkak bo'lding. Ali desang bo'ladi. Shoshmang Ali aka. Sal o'zimga kelguncha yana Ali aka deb turay. Xo'p, mayli. Nima gap? Mastmisan? Kelishingni nishonladim. Yana o'ynadingmi? Ha. Sen yo'qligingda xumordan chiqquncha o'ynadim. Unda qoyilman. O'zing kelib to'g'rilaysan deb o'ynadim siz ham. Kam bo'lma. Aka, bo'ling. Qani rasmga ol. Juda sog'indim, Eshan. Mana shu yerdaman-ku. Nega g'alati bo'lib qolding? Kayfiyating yo'q. Xizmatdaligimda bir gal pistirmaga tushib qoldik. Keyin o'zimizni bitta g'orni ichiga urdik. Umar, Yonimda serjant tinimsiz o't ochdiydi. Men qo'limni musht qilib hech ham ochmadim. Xayolimda go'yo seni qo'lingdan tutib turgandek edim. Go'yo qo'limni ochsam, qochib ketadigandeksan. Sal kulgili ham chiqdi. Serjant qo'limni ochishga urinyapti. Men mahkam qisyapman.
Keyin ochdingmi? Ochdim albatta. Ochma bo'lyapti, na iloj. Qara, shu yerdaman. Hech qayoqqa ketmadim. Yur, kech qolamiz. Bo'lmasa oying bu qiz meni o'g'limga loyiq emas ekan deydi. Oyim bunaqa narsalarga parvo qilmaydi. Odamni qalb ko'zi bilan ko'radi. Qo'ysangchi. Qiziq, menga qarab nimani ko'rar ekan? O'g'li oshiq bo'lgan qizni. O'g'lim tinchlikmi? To'ydan kelyapsanmi? Jengiz akam nimcha kiyib olibdi. Yo'q, Mumtoz amaki, men endi ishlayapman-ku. Dada, sohilda yangi mehmonxona ochildi-ku. Uni kazinosi bor. Jengiz o'sha yerda ishlayapti. Qo'shiqchilik qilyapsanmi? Qimorxona, oyi, to'g'rimi? Kazino bo'lsa inglizchasi. Barakalla, Mert. Bolam, albatta o'zing bilasan. Hammangiz kap-katta yigit bo'ldinglar, lekin yaratgan egam qimorni harom qilgan. Men faqat ishlayapman, Mumtoz amaki. Qimor o'ynamayapman-ku. Harom puldan umidvor bo'lmaslik kerak o'g'lim. Bunday pul balo keltiradi. Shunaqa deyapsiz-ku, Mumtoz amaki. U yoqqa shunaqa odamlar kelyapti. Hammasi boy badavlat. Judayam. Boylik shu yeringda. Yuragini ko'rsatyapti. Ko'ngling boy bo'lsin. Bu xonadonda boshqa boylikka o'rin yo'q. Shunday emasmi, Omer? Og'ayni, Eshan senga aytdimi? Nimani? U yerda Eshan ham ishlayapti endi. Aytmaganmiding hali? Voy, qovun tushirdim. Esim qursin. Qayerda ish boshlading, qizim? Hozir aytgan joyimda, qimorxonada. Hech ham qimorxonada emas, mehmonxonani qabulxonasida. Ha, shunaqami? Eshan mendan iltimos qildi. Birorta ish bormikin surishtirib ko'r dedi. Men ham darrov topib berdim. U yerdagilar bilan munosabatim yaxshi. O'qishing nima bo'ladi unda? Faqat kechki payt ishlayman. Maoshi ham yaxshi. Menga ish o'rganishdek bo'ladi, Mumtoz amaki. Turizmda o'qiyapman-ku. Qabulxonadaman xolos. Qimorxonaga umuman aloqasi yo'q. Yo'q, qizim. Seni unaqa narsalar bilan ishing bo'lmaydi. Men choyga qarab kelay. Yaxshi, qaynab qolgandir. Meni kechir. Aytmoqchi edim, lekin qulay fursat topolmadim. Axir, To'g'ri, boshqasidan eshitganingga xafa bo'lding, lekin nega avval menga aytmaysan? mana aytyapman-ku hozir. Rosti jahling chiqadi deb qo'rqdim. Qo'rqibsan-u, ish boshlabsan. Yo bo'lmasa keyinchalik meni ishlatmaysanmi? Nima aloqasi bor? Uyda o'tirib bola boqamanmi? Bo'lishi mumkin. Mayli. Beyim nima desa shu bo'ladi. Uzr. Ajoyib qizda. Chin so'zim. Og'ayni, mehmonxonada bir ko'rsang edi. Bu qiz bo'lim boshlig'iga ham yoqib qolgan. Nimalar deyapsan o'zi, Jengiz? Shunchaki bor gapni aytyapman. Eshan chiroyli qiz og'ayni. Shunaqa narsalarga ko'nikishing kerak. Og'ayni, kelinimizga kimdir qarasa jim turadigan dayusmidim. Ko'zini o'yib olaman, xavotir olma. Sen ishingdan qolma. Birinchidan Eshan o'zini tiyib yuradi. Darrov qizishma. Seni o'ylab aytyapman og'ayni. Avval gapimni eshit. Quloq sol.
Kazinoda masalani juda yaxshi o'qib oldim. Qanaqa masalani? Gap shundaki, qizlarga hushyorroq bo'lasan, og'ayni. To'g'ri, bir-biringizni yaxshi ko'rasizlar, bu tushunarli. 7 mahalla allaqachon biladi buni. Sevgi bilan ish bitmaydi, og'ayni. Qara, endi bu qiz dunyo ko'ryapti. Ko'zi ochilyapti. Qo'y, ichkariga kiraylik, Jengiz. Bo'pti, shoshmay tur. Ikkita narsani unutma. Pul bilan syurpriz. Qizlar shularni yoqtiradi. Qo'ysangchi, Eshan hech qachon pulni o'ylamaydi. Hech kim pulni o'ylamaydi o'zi, do'stim. Hammani ko'zi pulga olsa bo'ladigan narsalarda. Pul topasan, syurpriz qilasan. Pul topasan, syurpriz qilasan. Klaudiya Shiferni ham o'zingga rom qilasan, og'ayni. Rostdan ajoyib bo'lasan, Jengiz. Yarashdikmi? Arazlashmadik-ku siz ham. Qiliqlaringga o'rganib qolganman. Istanbul 1997-yil. Ali aka, bugun sal ertaroq ketsam maylimi? Nega? Eshanga so'z bergandim. Uni bir joyga olib boraman. Jengiz kecha bir narsalar deyotgandi. Undan eshitdim. Seni niyating jiddiy shekilli, ha? Jiddiy. Qo'ysangchi uka, yosh umringni xazon qilib nima qilasan-a? To'g'ri, bizni Eshan yaxshi qiz, yoqimtoy qiz, lekin shu yoshda tirikchilik g'ami, bola chaqa tashvishi. Nima, seni yeb qo'ydingmi? Ali aka. Aka, men u qizni sevaman. O, Bobiram, ta'sirchan bo'lib qolding. Ish qilib hozir meni o'paman deb xunob qilma. Ushla. Bir kuni bor deb shu otamdan qolgan mahalladan bosh olib ketaman. Bo'lmasa Hormaylar. Ke o'lgun. Usta qalaysiz? Rahmat. Og'ayni, darrov mashinamni moyini almashtirib ber. Qara, qo'ling tinsa ham oyog'ing tinmaydi bu yerda. Nega kulyapsan? Kulgili ko'rinyapmanmi? Yo'q, unga emas aka. Bu yerda yangisan shekilli. Sen kimsanki aftimga qarab kulyapsan, ha? Yo'q, noto'g'ri tushundingiz. Chiylama. Bor, mashinamga qara. Bo'l. O'zi tog'dan tushib kelgan u go'yo Istanbul o'zinikidek tirjayishini qaranglar. Usta, bu bola yangi shekilli. Mashinang juda zo'r-ku. To'g'risi, meni katta yo'lda bir ko'rsangiz edi. Qayoqqa borsam qizlar mendan ko'z uzolmayapti. To'g'ri. Qara, bu yeri yomon chizilibdi-ku. Qo'ysangizchi, qayeri? Qara shu yeri. Nima qilyapsiz? Hoy, nima qilyapsiz? Shu kiyimlaringni ham bir qo'ldan o'tkazaylikmi, usta? Ha? Yana bir marta haddingdan oshganingni ko'rsam, seni shunday ahvolga solamanki, bu yerdan to'g'ri jinnixonaga ravona bo'lasan. Tushundingmi, usta? Tushungan bo'lsang, tuyog'ingni shiqillat. O'ldim deyaver. O'ldim deyaver. Seni bu yerda tanishsa, meni ham tanishadi. Laqabim nima, bilasanmi? Cho'rt kesar Ali. Cho'rt kesishga ustaman. Aka, meni deb boshingizga tashvish orttirdingiz. Cho'rt kesar Ali deng? Sen hali ham shu yerdamisan? Qani bo'laqa? Oyimchani chiroyli joylarga olib bor. Umar. Yur. Yo'q, bu yer juda qimmat bo'lsa kerak. Yur.
Xodim. Xush kelibsan, xodim. Kel. Xushvaqt bo'l. Rahmat og'ayni. Gap bo'lishi mumkin emas, do'stim. Yaxshi o'tiringlar. Bizni nima ishimiz bor ekan? Bu yerda Syurpriz. Qara, bir kuni biz ham shu yerda o'tiramiz. rostdanmi? Nega o'tirmas ekanmiz? Qayerimiz kam? Bir necha yil ichida men ham Aliga o'xshagan usta bo'laman. Usta topgan pulga bu yerda o'tirib bo'larmidi? Bitta ovqat bizni bir oylik maoshimizdan ham qimmat turadi, shuni bilasanmi? Eyshan, nega meni yonimdasan o'zi? Bu qanaqa gap bo'ldi? Har kim seni yoqtiradi. Ana u pastdagilarga qara. Hammasidan go'zalroqsan. Endi ayt, bu yerda meni yonimda nima qilyapsan? Nimalar deyapsan, Umar? Eyshan. To'g'risini ayt. Meni rostdan ham yaxshi ko'rasanmi? Yo'q. Yaxshi ko'rish nima bo'pti? Hamma bir narsalarini yaxshi ko'radi. Lekin hikmatni qara, ko'chadagi odamga hech narsa qilmaymiz va doim o'z yaqinlarimizga ozor beramiz. Seni yaxshi ko'rishni xohlamayman. Sen bilmaysan, Umar. Sen meni bo'g'ilib o'lishdan qutqarding. Men uchun bu hayotda yagona yaxshi insonimsan. Yuragimsan. Sen bo'lmasang, Eyshan ham yo'q. Hali meni yaxshi ko'rmaysanmi? Umuman. Men ham shu. Menga uylanganda dadang bergandi. Berayotib menga so'z ber degandi. Buni o'g'limga berasan. Unga bo'lsa onasi bergan. Men so'zimda turdim, o'g'lim. Sen ham ayolingga xuddi shunday deysan. O'zimni oyijonim. Qani, bora qol endi. Joyingda tura olmayapsan. Aka, qayoqqa ketyapsiz? Kechki payt kelaman. Nima bo'ldi? Aka, bormasangiz-chi, bugun yomon tush ko'rgandim. Hech qayerga ketmayman. Kechki payt kelaman. Aka. Akam bizga qayrilib qaradi. Endi ketyapti.
Gapdan qaytish yo'q. Cengiz to'g'ri aytyapti Ali. Tayyormisan? Qoyil Cengiz. Shunaqaman-de. Usta. Men bu ishga yolg'iz o'zim Xayriyat, kel og'ayni, meni qutqar, yolvoraman. Nima bo'ldi? Mayli, charchamanglar. Rahmat. Rahmat. Terimni shilib olishga yaramasizlar. Men ham g'irt ahmoqman-da. Martlik qilib shu itga kafil bo'ldim. Endi pulni bizdan so'rashyapti. Boshqa yangilik yo'q aslida. Sen nega kulyapsan o'zi? Nima bo'lyapti? Nima gap? Dadam bilan gaplashdim. Eshanning yoniga ketyapman. Undan qo'lini so'rayman. Oh, qoyil, o'zimni qadrdonim. Demak, sendan ham ajrabmizda. Tabriklayman. Rahmat. Buni miyasi suyulib qoldi. Alo, Umerni bag'ringga bossang-chi. O'zimni qadrdonim, kel. Senga bir narsani ko'rsataman. Esham, sen bilan bir umrga birga bo'lmoqchiman. Menga tegasanmi? Ha. Og'ayni. Menga shu kiyim qayerdandir tanish tuyuldi. Ustaxonada qoldirmasang bo'lardi unda. Qolaversa bu senga kichkina. Voy, kichkina olibmanmi? Uni men olgandim sovg'a. Demak, olayotib xayolingda meni o'ylabsan, Eshan. Qara. Menga juda yarashib turibdi. Uf, bu bola boshimga balo bo'ladimi yana? Unga ham birorta qiz topamiz endi. Oho, 10 yilsiz iloji yo'q. Avval katta bo'lish kerak. 10 yilgacha kim bor, kim yo'q. 10 yildan keyin xuddi shu kuni sizningcha nima qilayotgan bo'lamiz? Ah. Eshan. Men uyda bo'laman. Bizni uyimizda. Erimni kutayotgan bo'laman. Keyin balkonning eshigi ochiladi. Kirgan Umar emas, o'g'lim. O'g'limiz. Dadam hali ham kelmadimi deb so'raydi. Men aytaman. Ochiq dengizdaman. O'zim aytgan kema bor-ku.
22 metrlik. Suluvdek. Ajoyib. O'shanda yeldek uchyapman. Shoshmang, men ham chiqib olay. Omer o'sha kunni hech unuta olmadi. Birga boy bo'lishganini, farzandlar ko'rishganini, birga qarishganini xayol qildi. Omer o'sha kun xayol qilgan hech narsa ro'yobga chiqmadi. Lekin o'sha kun Omerning hayotida so'nggi baxtli kun edi. Bo'ldi. Tushunarli. Hech kimga kerakmasman. Men unda qaroqchi bo'laman. Mushtum zo'r bo'laman. Oyog'ingdan otib tashlashadi. Darrov yonimga kelasan. Ali aka, meni qutqaring Ali aka deysan. Shunchalar noshudmanmi? O'z g'amimni o'zim yeya olmasam. Jengiz, Yana miyasi aynib qoldi buni. Jim o'tirsang-chi, shunday kunni rasvo qilma. Mendan qo'lingni tort. Men otaman. Mushtum zo'rman. Hurmatsizlik qilma. Obbo. U qayerdan paydo bo'ldi? Menda hali ko'p narsa bor. Aytsam, Qani menga berchi. yo'q. Nima bo'ldi? Cho'rtkesar Ali. Ha? Qayerda endi o'sha dimoqdorlik? Kemani bering, o'zim minaman. Ber og'ayni, qurolni ber. Nega beraman? Sen ham ketasan endi. Bir o'zim nima qilaman? Kallamdan otib tashlaymi? Sekin. Jengiz, Yo uni otaymi? Hammasiga u aybdor, bilasan. Oramizni shu buzdi. Menga qondoshdek eding. Hali ham shundayman. Yo'q. Buning uchun joningni berasan. Og'ayni, sen uchun ham beraman. Berasan, to'g'rimi? Nega endi? Qo'y, o'z g'amimni o'zim yeyman. Chunki yaxshi ko'raman, Jengiz. Bilmayman, og'ayni. Meni yaxshi ko'rasanmi? Yo meni botqoqdan qutqarishnimi? Og'ayni, qo'ysang-chi endi, bo'ldi. Meni yaxshi ko'rmaysan. Yaxshi ko'rinish uchun foydalanasan. To'g'rimi, Ali? Kimdir shu boladek yaxshi bo'lishi mumkinmi? Ha? Menga qara, hozir qurolni olaman, Jengiz. O'zing bilasan, Omer. O'zingga tilab olding. Chiroq o'chgan. Demak, xolang uxlabdi. yo'q uyda emas. Bugun dugonasinikida qoladi. Ertaga siznikiga kelishimiz mumkin. Haligi Ertagacha sabrsizlikdan o'larkanman-da. bir o'ylab ko'r. Turmush qurgach har kuni bitta uyda qolamiz. Seni sevaman. Axir sevmas eding-ku? Buguncha sevaman. Meni qahramonimsan. Men ham seni juda sevaman, Eyshan. Yuragim yonyapti. Seni shunchalar qattiq sevamanki. Umar. Ketma. Eyshan.
Eshan ishonching komilmi? Ertaga Erta bilan umuman ishim yo'q, Umar. Qaytib bir-birimizni ko'rmaydigan bo'lsak ham, bugun seni yoningda qolishni xohlardim. Eshan? Yot, yerga yot. Yot, Eshan! yotqizinglar. Eshan! Ur! Istanbul 1997-yil. Xayrli tong, komissar. Xayrli tong. Uxlatishmadimi? Ha, shunday. Uni hibsga olishibdi. Aka, nima bo'lyapti? Eshan yaxshimi? Iltimos, Xudo haqqi kimdir nimadir desin, aqldan ozay deyapman. Yaxshi. O'tir. O'zingni bos. Yeysanmi? Nima bo'ldi? Meni nega qamab qo'yishdi? U yerda meni do'stim bor edi. Qandaydir anglashilmovchilik bo'ldimi? Nima bo'ldi? To'g'ri. Lekin bularni o'ylab siqilma. Ol, gazetani o'qi, ol. Qanaqa gazeta? Boshimga urishdi. Necha soatdan beri shu yerdaman. Kimdir kelib menga nimadir aytmayapti. Endi gazeta o'qiyman. O'qi ablah. O'qi ofsar. Baland ovozda o'qi. Kecha tongi 5 ga yaqin Sezgin mehmonxonasini qimorxonasida filmlarga sujet bo'ladigan talonchilik ro'y berdi. Bir qo'riqchi To'xtama. o'ldirilgan talonchilikdan 2 soat keyin anonim qo'ng'iroq asosida tezkor amaliyot o'tkazgan politsiyachilar talonchini o'zi yashiringan uyda hibsga oldilar. Umuman achinmadingmi? Qo'rqoq ofsar. Achinmadingmi? Nima bo'lyapti? Jim, joyingdan qimirlama. Zinhor ovozingni chiqarma. Hozir senga ikkita savol beraman. O'sha 2 savolga javob ber. Yo'qsa zinhor og'zingni ochma. Eshit. Birinchi savol. Bu ishni kim bilan qilding? Ikkinchi savol. Pullar qayerda? Ha. Men hech narsa qilmadim. Xafa bo'lmaysan. Bu yerda unaqa tepki shapaloq degan narsa yo'q. Keyin biror joyda muammo chiqadi. Lekin qara, shunday is-pis qolmaydi. Ya'ni
Gapir. Kim bilan qilding? Tur. Tur. Senga tur dedim. Tur. Tur dedim. Tur, Nega? suding bor. Akam ichkariga kirdi. Qani? Yaxshimi? Nima qilyapti Mumtoz? Yaxshimi? Yaxshi. Belgilangan kun va soatda birinchi sud ishi ochildi. Sud eshituvi boshlanadi. Ayblanuvchi Omer Uchar va advokat Ayshagul Qarajam keldi. Ayblanuvchi Omer Uchar, o'rningizdan turing. Ashraf Mumtoz Uchar bilan Melixa Ucharning o'g'li Omer Uchar sizmisiz? Menman. Siz 1997-yilning 19-iyul tongida Sezgin mehmonxonasining qimorxonasidagi talonchilik va qo'riqlash xizmati xodimining boshiga zarb bergan holda odam o'ldirganlikda gumon qilinyapsiz. Shu ishlarni qilganingizni tan olasizmi?
Men kechirsa qilmadim. Men aybsizman. Taqdim etilgan birinchi raqamli dalil. Suratni ayblanuvchiga ko'rsating. Qo'riqlash xodimi Ahmed Karajamni o'ldirgan o'q shu quroldan otilgan. Bu qurol sizniki emasmi? Menda umuman qurol yo'q. Umrimda birinchi marta xizmatda qurol ushladim. Boshqa qurol ushlamadim. Unda qurolda barmoq izlaringiz nima qilyapti? Yo'q, men qilmadim. Qarang, bu yoqda sizni deb beva qolgan ayolni, yetim qolgan qizini ko'ryapsizmi? Qimorxona qo'riqchisining boshiga o'q uzgansiz. Yo'q. Men Ayblanuvchiga ikkinchi raqamli dalilni ham ko'rsatinglar. Bu sizning kiyimingiz emasmi? Men buni qayerdan topdinglar uni? Unikimi? Uniki. Jinoyat quroli bilan kiyimni qimorxona yaqinidagi chiqindi qutisiga tashlabsiz. O'sha yerdan topdik. Men qilmadim. Quloq soling. Shuncha dalil bor. Endi ko'zimga tik qarab yolg'on gapirasizmi? Meni akam yolg'on gapirmaydi. Meni akam Muhtaram sudya, asosiy guvohimizni sud zaliga taklif qilmoqchimiz. Ayblanuvchi o'sha payt boshqa joyda bo'lganini isbotlab beramiz. Mayli, chaqiringlar. Guvoh Eyshan Tezjan. Eyshan. Eyshan Tezjan, faqat rost so'zlashga, nomusingiz va vijdoningizni o'rtaga qo'yib qasamyod qilasizmi? qasamyod qilaman. Ayblanuvchi bilan qanday tanishsiz, qizim? Umar, meni qallig'im. Xo'p, jinoyat kuni ayblanuvchini ko'rdingizmi? Ha, kecha ko'rdim. Qayerda edi? Nima qilayotgandi? Meni qo'limni so'radi. Siz nima dedingiz? Rad etdim. Ayblanuvchini o'tkazing. Davom eting. Umar o'sha kuni yonimga keldi. Menga uzuk berdi. Melixa xoladan olibdi. Nega rad qildingiz? Umar keyingi paytlarda xizmatdan qaytib kelgach, butunlay boshqa odamga aylandi. Juda g'alati bo'lib qolgan. Ko'p janjallashardi. Undan qo'rqardim. Eyshan. Joyingizga o'tiring. Men Sezgin mehmonxonasida ishlayman. Mendan nuqul qimorxona haqida har xil narsalar so'rardi. Soat nechida ochiladi? Eshikda kim bor va hokazolar. Eyshan kerak emas. Nima qilyapsan, Eyshan? Ayblanuvchini o'tkazing, yo'qsa zaldan chiqarib yuboraman. Qo'rqmang, qizim, hech narsa qila olmaydi. Davom eting. O'sha kecha yonimga keldi. Men taklifini rad qilganimda aqldan oza yozdi. Mana ko'rasan, juda boy bo'laman dedi. Pushaymon qilasan. Keyin qilmoqchi edim, lekin hozir qilaman dedi. Eyshan, Eyshan. Meni kechir. Meni kechir, Umar. Mayli qizim, chiqishingiz mumkin.
Og'ayni, menga shu kiyim qayerdandir tanish tuyuldi. Eysham! O'g'lim nima qilyapsan? O'zingni qo'lga ol. Ayblanuvchi Omer Uchar, joyingizga o'tiring. Ushlanglar uni. Joyiga o'tkazib qo'liga kishan taqing. Kimsan sen? Seni tanimayapman. Kimsan sen? Qaror qabul qilindi. Davlat tomonidan Omer Ucharga nisbatan ochilgan jinoyat ishi Istanbul shahar 9-sonli og'ir jinoyatlar bo'yicha sudda ko'rib chiqildi. Aka, O'g'lim. O'g'lim. Mamlakat Jinoyat kodeksining 83 va 92 moddalarining tegishli bandlari bo'yicha aybdor deb topilgan ayblanuvchi Omer Uchar qurolli bosqin uyushtirib qotillikka qo'l urgani uchun jazoni umumiy tartibda o'tash sharti bilan umrbod ozodlikdan mahrum etilsin. O'g'lim. Oyi. O'g'lim o'tib ketadi. O'g'lim o'tib ketadi. O'g'lim hammasi o'tib ketadi. O'tib ketadi. O'tib ketadi. Aka, shoshmang, aka. Aka, iltimos to'xtang. Ketmang, aka. Aka, iltimos, aka, ketmang. Akajon, ketmang. Eshikni ochinglar. Aka, iltimos. Iltimos. Mert. Omer o'sha kuni qamoqqa kirdi. Keyin qaytib chiqa olmadi. Uning qotillari o'zlari uchun to'kin hayotni ta'minlashdi. Lekin ular bir narsani hisobga olishmagandi.
Asos o'limdan kuchli. Kipr 2009-yil. Meni ismim Ezel. Omer hikoyasi tugagan joyda meniki boshlanadi.